أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bugün sözleydiğim dersimiz 3. ders. Allah hemen birlikte saat degan temik dersimiz ötemiz inşallah. Bugünkü dersimizi biz Ahmet'nin deniz sayahati hikayesi bilen birlikte sayahat kılgaç ögünümüze bağlı. Bundan başlayalım. Ahmet'nin deniz sayahati. Ustoz bugün Ahmet'ge ameliy ders verish maqsadi bilan uni deniz sayahatiga chiqdi deydi. Ular İstanbul'un güzel Boğaz manzarasini görüş için paraxotga chiqdi. Ahmet nayt hayajonlangan edi. Havanın ısıqida salqin deniz havası acayip rahat edi. Ahmet bepayon deniz sularga, köp-kök osmonga, deniz qirg'og'idagi güzel manzaralarga to'ymay qaraydi. Endi Ahmet'nin ustazı bugün Ahmet'ni ameliy bir ders öğreniş için deniz sayahatiga chiqibdi. Ahmet şu güzel manzaralarni ko'rib naytami xush bo'lib ketibdi. Endi qaraylik. Ahmet'nin ustazı debdi. Balam, biz bugün Allah'ның hammani bilguchi zot ekanligi to'g'risida o'ylanib dars qilib baqayli bo'lamdi debdi. Ya'ni biz bugün Allah'ның hammani bilguchi zot ekanligi to'g'risida o'ylanib dars qilib baqayli bo'lamdi debdi. Ahmet hayron qilib, "Mush yerda qilamdiq?" deb so'rabdi. Ya'ni mush kemidimi dars qilamdi debdi. Ahmet hayron qoldi. Shunda ustozi, "Balam, dars degan faqat darsxonadan bo'lmaydi. Allah yaratgan her bir mahlukat ustida o'ylanishning o'zimi bir darsdir" debdi. Ya'ni Allah yaratgan her bir mahlukatning ustida o'ylanib qilsak, ham dars degan hamma yerda bo'laveradi. Faqat darsxonaga xos bo'lmaydi deb tushuntiribdi. Ahmet'ning ustozi so'rabdi, qarang. "Bu dengizning ichida nimalar bor bilamsan?" debdi. "Dengizning ichida nimalar bor bilamsan?" deb so'rabdi. Ahmet debdiki, "Yo'g'on jiq baliqlar bor" debdi. Ahmetning bilishi, dengizda noytim yo'g'on ashuna jiq baliqlar bor deb birdi ekan. Ustozi, "To'g'ri deysan balam, dengizda noyt ko'p har turdagi baliqlar bor. Dengizning ichi qorong'u bo'lg'achqa biz sirtidan qarab o baliqlarni ko'rolmaymiz. Ammo Alloh taolo har vaqt ko'rib turdi. Alloh taolo har vaqt ko'rib turdi. Mushu dengizning ichidagi baliqlarning sonini, qandoq baliqning borligini Alloh biladi" debdi. Ya'ni biz dengizga qarasak, bu baliqlarni ko'rolmaymiz. Shundaymi? Dengizga chiqib qarang'andan keyin biz dengiz baliqlarni ko'rolmaymiz. Ammo lekin Alloh taolo mushu dengizning ichida, mushu bepayon dengizning ichida qancha tal baliq bor, shundaymi? Qandoq baliq bor, hammasini Alloh taolo bilib turdi. Ovozingni ochmay turinglar bola, men darsni bir qatim so'z qilay. 10 minut sabr qilinglar. 10 minutdan keyin andaki men sizlarni o'qitaman. 10 minut chiqasin ovozimni ochmanglar. Ya'ni Alloh taolo mushu dengizning ichidagi baliqlarninki sonini, qanchalik baliqning borligini, qandoq baliqning borligini bilib turdi. Hattoki dengizning ichida noyatli kichik bir ta baliqning butun ahvolini bilib turdi. Masalan, ma baliqni misol keltiraylik. Bu baliq noyatli kichik bir baliq. Bu baliqninki qachon qaysi baliqning tuxumidan chiqqanligini, nima yeganligini, nereden nega qarab uzayotganligini, ya'ni qanchalik umrining borligini, ya'ni qanchalik yashaydiganligini, qachon bir cho'ng baliq kelib, uni uzuq qilib, shundan buni yeb ketadiganligini tatib, Alloh taolo hammani noyatimi yaxshi bilguchi. Ya'ni bu baliqninki burunqi ishlarini biladi, hozir qilayotgan ishini biladi va kelgusidagi ishlarini noyat yaxshi biladi. Yani Allah Teala mana shunday qop-qora biz ko'rolmaydigan shunday qorong'u dengizning tagidagi sanoqsiz baliqlarninki butun ahvollarini bilib turdi. Undan boshqa dengizning tagida nurg'unlagan o'simliklar bor. Shundaymi? Baliqdan boshqa nurg'unlagan jonliqlar bor. Hayvonotlar bor. Bularning hammasining ahvolini Alloh taolo bilib turdi. Ya'ni bir vaqtda shunday trillion baliqlarning ahvolini Alloh taolo bilib turadi deb so'z aytib. Onundan keyin ustozi mushu dengizda ketib etib, kemada ketib etib, mushu kishilar aytib berayotgan nonni nihoyat ustunlik bilan bir parchasini zayiq etmasdan yeyotgan chaykalarga qarab, ma chayka qaranglar.
Bunun Türkçesi martı deyimiz. Bunu Uygurca çayka deyimiz. Bu kuşun ismi çayka. Bu çaykalar mesela şu paraxotdan kişiler şu nanni, simitni şuna etpezçu, aşu hiç kanlı bir tanımı denizge çürütmeyi, denizge kesirmaç denizgelerini epiyep, yani bir tanımı zayıf tutmayı hemmisini işte geledi. Naytı melike mesela insanlara masifçi peşinde oynaydıgan bir koşandı bu. Yani mesela şu çayka qarab durup ustaz bunda depti. Balam, ağı çaykalar qaragan. Biz bu kuşun nereden gelgenini, Qo'sqining qachtoqligini bilmaymiz. Shundan bu qushniki uvusi nerede, qachon nerga bordi, nereden keldi, qo'sig'i oshmi, to'qmi, biz bularning hech qaysini ahvolini bilmaymiz. Ammo lekin Alloh taolo uning nereden uchib kelganini, qachon kimlarning qo'lidan yeydiganini, masalan, men ma qushqa bermanmi yoki pala yanimdagisi ma qushqa beramdi, uni men bilmayman shundaqku. Ammo Alloh taolo bilib turdi. Yani kimlerinin qaysi qushni to'yg'izganligini Alloh taolo hammani bilib turdi. Undan boshqa bu qushning yana qancha uzun yashaydiganligini, qachon qanday bir sabab bilan o'ladiganligini-chi Alloh taolo hammani biladi. Mushuning o'xshash mayli dengizning tagidagi dengizning tagidagi baliqlar bo'lsin, mayli chaykaga o'xshash shunday quchar qushlar bo'lsin, mayli yoki bo'lmasa pel, sher yo'lboshiga o'xshash cho'ng hayvonotlar bo'lsin, yoki bo'lmasa chumulidagi chumuldimi kichik bo'lgan shunday hasharotlar, qo'rqing'izlar bo'lsin, Alloh taolo butun hammasining ishini har vaqt bilib turdi. Har vaqt bilib turdi. Kimning nimaga ehtiyoji ekanligini, kimni bo'zaq qilyotidi, kim nima ish qilyotidi, hammani Alloh taolo bir vaqtda bilib turdi. Undan keyin Ahmad bununla hayran qolgandan keyin ustozdan so'rabdi. Undaqda Alloh taolo bizning butun ishimiz bilib turdi ekanda debdi. Qo'rqing'izlarning tatib dengizning tagi baliqlarni bilib turgan yerda mushu bizning ishimizni bilib turdi ekanda, biz insonlarning nima ish qilganligimizni Alloh taolo bilib turdi ekanda deb so'rabdi. Ustozi albatta bilib turdi. Avu dengiz qirg'itga o'ylanib ko'rdingmi deb men o'ylanib ko'rsatdi. Avu dengiz qirg'itga o'ylanib ko'rdingmi degandan keyin Ahmad ha ko'rdim, bek chiroyli qo'ylar ekan deb javob beribdi. Endi ustoz nima deydi qarang, bu o'ylarda mushu dengizning Istanbulningki dengizning qirg'oqlarida noyatda mo'laqa chiroyli o'ylar bor, chiroyli qo'ylar bor. Bu o'ylarda asosan boylar yashaydi, qarang, bu o'ylarda asosan boylar yashaydi. Ularning ba'zi ishlarini biz faqat xabarlardan bilalaymiz. Masalan, danglik insonlar bor, boylar bor. Bularning turmush ishlarini boshqalardan yushirdi demiş qolganliklarini. Ammo biz xabarlardan bilalaymiz. Muxbirlar har vaqt ulardan xabar egallash uchun tirishchilik ko'rsatdi. Shunga o'xshash biz ularning shuni xabarlardan bilalaymiz. Amaliy holatda bilalamizmi? Hech bilmaymiz. Ammo lekin Alloh taolo bularning butun ahvolini bilib turdi. Masalan, mushu bir uyning ichidagi kim bor? Bu o'yinning ichidagi odam nima ish qilyotidi? Cho'ngmi, kichikmi, yoshmi, qayrimiz bilmaymiz. Shunday Malik Alloh taolochi mushu o'yinning ichidagi odamlarningki qanchalik ekanligini, ular nima ish qilyotidi? Ular xushal-xuram yashayotganmi yoki bo'lmasa xafa bo'lib yig'layotganmi? Yoki bo'lmasa ular kasal bo'lib qoldimi yoki sog' salomat turayotganmi? Bular nimalarni o'ylayotidi? Nima planlarni tuzyotidi? Yaxshilik qilyotganmi yoki yomonlik ish qilyotganmi? Yani Allah Teala bularning hammasini bilib turdi. Biz ularning hech qaysini bilmaymiz. Ammo lekin Alloh taolo mana shunga o'xshash bir uyda yashayotgan insonlar misol keltirdik. Shunga o'xshash dunyoda yashayotgan necha milliard insonlar bor. Necha milliard insonlarningki hammasining ahvolini bilib turdi. U odam nima ish qilyotidi, nima o'ylayotidi, xushalmi, xafami, nima planlarni tuzyotidi, u odam burun qandaqdi, hozir qandaq, kelgusida qandaq bo'ladi degandek bu insonlarningki hammasining ishini Alloh taolo bir vaqtda bilib turdi. Shunga o'xshash hozir meni Alloh taolo bilib turadi, nima ish qilganimni, nima o'ylayotganimni, sizlarning nima ish qilganingni bilib turadi. Dars anglayotgansizlar, darsni ko'ngil angdinglarmi, yoki bo'lmasa boshqa xayollarni qilyapsizlar, yoki bo'lmasa o'yin o'ynayapsizlar. Alloh taolo hammanglarni ko'rib turadi.
Ahmet onundan keyin ustoziliqi kishilarning o'ylig'ini bilib turdi degandan keyin buning ajablanib so'rabdi. Hayron qilib so'rabdi. Ahmet Allah nima o'ylig'imizni bilalamdi deb so'rabdi. Nima o'ylig'imizni bilalamdi deb so'rabdi. Ustoz shundoq hammani bilalaydi. Agar sen bir yaxshi ishni o'ylab qilmagan bo'lsangmi, Alloh uning savob berdi debdi. Agar sen bir yaxshi ishni o'ylab qilmagan bo'lsangmi, Alloh uning savob berdi. Agar bir yomon ishni o'ylab qilmagan bo'lsang, Alloh uning uchun jazolamaydi, balki buning uchun savob berdi. Agar bizning ko'nglimizni o'ylaganlarimizning hammasini Alloh taolo bilalaydi. Bir yaxshini o'ylagan bo'lsak-chi, Alloh uning uchun bir savobni yozadi. Agar bir yomon ishni o'ylab uni qilmagan bo'lsa, Allohchi uning uchun jazolamaydi, balki uning uchun bir savob yozadi. Ya'ni bizning o'ylaganlarimizning hammasini Alloh taolo bilib turdi. Bu haqda Ahzob surasining 54-oyatida Alloh taolo mundaq deydi, qaranglar. In tubdu shay'an aw tukhfuhu fa innalloha kana bikulli shay'in alima deydi. Agar sen bir narsani oshkor qilsangmi, in tubdu shay'an, agar bir narsani oshkor qilsangmi, oshkorlasanglarmi, yoki aw tukhfuhu yoki bo'lmasa yushusanglarmi, ya'ni dilinglarda yushusanglarmi, fa innalloha kana bikulli shay'in alima. Haqiqatan Alloh taolo bütün narsalarni, hamma narsani bilib turuvchi, hamma narsadan xabardor deydi. Yani mesela biz insanlar aşkara qilingan ishlarni bilalaymiz, shundaymi? Ammo lekin birisi o'zlan bilib, boshqalar demagan bo'lsa, ko'ngilda yushogan bo'lsa, biz uni bilalaymizmi, bilamaymiz. Yenimizga odamning nima o'ylayotganligini, qalbida nimalarni yushoganligini biz bilmaymiz. Ammo lekin Alloh taolochi hammani bilib turdi. Kim nima o'ylayotdi, nimani yushiryotdi, Alloh taolochi hammani bilib turdi. Ustoz undan keyin bunday debdi. Undan boshqa, ya'ni Allohning kiraman katibin ismli farishtalari bor. Ular har bir insonning qilgan ishlarini har vaqt yozib turdi. Bizning qilgan ishimiz hech qanday bir yerda, hech qanday bir vaqtda maxfiy qolmaydi. Shunga ota-onamizni ko'midi deb o'ylab, yoshirincha bir yomon ishni qat'iy qiladigan ishni qilmagan bo'lam deb vasiyat qildi. Ya'ni har bir insonningki o'ng murisida va so'l murisida kiraman katibin ismli farishtalar bor. Ya'ni xotirlovchi farishtalar bor. Bu farishtalar insonlarning qilgan bütün ishlarini yozib turdi. O'ng tarafimizdagi farishta bo'lsa, bizning qilgan yaxshiliklarimizni yozadi. So'l murimizdagi farishta bo'lsa, bizning qilgan bütün yomon ishlarimizni yozadi. Ya'ni shundaq bu kiraman katibin farishtalari hamma ishni shunday xotirlabmoqdi. Shuning uchun biz anam ko'midi, dadam ko'midi, hech qanday odam ko'midi debchi bir ishni yoshirin bir yomon ishni qilsak, ular ko'migan bilanchi Alloh taolo bizni ko'rib turadi. Ular ko'migan bilan Alloh taolo bizni har vaqt ko'rib turadi. Shuning bilan Ahmadning ustozi debdi, ya'ni ota-onangni ko'midi deb, shunday yoshirincha bir yomon ishni qilmagan degandan keyin Ahmad debdi. Ma'qul ustoz, men qanday ish qilsam baribir Alloh ko'rib turdi ekan. Qanday ish qilsam, nadil bo'lsam, baribir Alloh meni ko'rib turdi ekan. Bundan keyin hargiz qilmayman debdi-da. Başa deb bo'lgandan keyinla burunliqqa yoshirin qilgan ba'zi askishlari bir ko'z oldiga keldi. Burun qilgan askishlari bir ko'z oldiga kelishga boshladi. Ahmad qaysi o'ylabdi desanglar, dadasining telefonini olib maxfiy o'ynab olishlari, telefon deb qochib, dadasi ko'magan telefon o'ynashlari, undan keyin onasi, ota-onasi do'kondagi maynat manasini inson bo'lmaydi degan narsalarni ota-onasi yo'q chog'da maxfiy elib yevelishlari mushlarcha bir ko'z oldiga keltiribdi. Ya'ni bundan boshqami hammalarning balki ota-onani ko'maganchilik qilgan bir askishlaringlar bo'lishi mumkin. Hammalarning ko'z oldiga kelyotdi balki shunday mallar. Ya'ni plan vaqtda onam ko'midi deb mana ishni qilgandim. Yoki mutfaqamni urgandim deb shunday qilgan ishlarimiz Ahmadningki shunday qilgan ishlari ko'z oldiga kelibdi. Ya'ni bu ish ko'z oldiga kelib Ahmad qanday qildi, pushaymon qildi. Bundan keyin qat'iy qilmayman. Mayli men qanday ish qilsam, nadil bo'lsam Alloh meni baribir ko'rib turdi ekan deb bundan keyin qilmaslikqa bel bog'labdi. Undan keyin Ahmadning ustozi o'nlik ahongda Infitar surasini chiroyli qiroat qilishga boshladi deydi. Bu oyatningki men sizlarga Uyg'urcha ma'nosini o'qib beray qaranglar. Halbuki sizlarning ustinglarda sizlarni ko'zib turuvchi farishtalar bor.
Ular Allah'ның dərgahida hörmətlik pərişlər bulub, sizlərning sözlərinizni və əməllərinizni yazıb durdu. Ular qılmışınlarni bilib durdu. Müminlər şək şübhəsiz cənnətdə buludu. Kafirlar şək şübhəsiz dozaqda buludu deydi. Şunun bilan bugun dərsimizning məzmuni bir aqır sözləb buldum ballar. Yani bugün dersimizin nima öğrenimizsizlar, yani Ahmet'ninki shunday dengiz sayohati jarayonida ustozning qilgan darslaridan nimani bilamizsizlar? Alloh taolo bizni har vaqt har yerda ko'rib turdi. Bizni emas, Alloh o'zi yaratgan bütün mahluqotlarni, dengizdagi baliqlargacha, osmon uchayotgan qushlar, o'rmonlarda yashayotgan hayvonotlar, uningdan yer yuzida yashayotgan qurt qo'ng'iz, çömeli qatarlıq müşündaq, gözümüzden kördüğün, körenmeydiğin degandek bütün haşeratlarının hemmisini Allah Teala her vakit müşündaq, hemmisini bir vakti körüp durdu. Hemmini bilip durdu, hemmisinin ahvalını bilip durdu. Ular nemiş kılıvatıdı, nemege ihtiyacı var, burun nemiş kılgan, keyin nemiş kılıdı, şunda mı? Neme yevatıdı, nemiş çıvatıdı, köngülde nemelerini oylavatıdı, kanda planlarını tuzuvatıdı, köngülde yaxşılık oylayotgandı, yomonlik oylayotgandı degandek Alloh taolo o'zi yaratgan mahluqotlarniki hammasining bütün ishlarini har vaqt bilib turdi. Masalan biz o'zimizning masalan gap insonning ko'ngildagini bilmagancha balkim Allohim balkim qanday bilalaydigan deb o'ylab qolishingiz mumkin. Alloh taolo bizning qalbimizni yaratgan, Alloh shunday qilib bedanimizni Alloh yaratdi, qalbimizni Alloh yaratdi, miyamizni Alloh yaratdi. Ya'ni bizning o'y xiyollarimizni Alloh yaratgan. Şunun için Allah Teala bizdeki xiyallarımızı, nima o'ylayotganimizni bilishga nihoyatda qodir, nihoyat oson Allah için. Allah için nihoyat oson bir ish. Shunlashqa biz shunday Allohning bütün narsaning har vaqt ko'rib turganligini, har vaqt bilib turganligini bilgan vaqtimizda qanday qilamiz desanglar, biz har vaqt Allohdan hayo qilishimiz kerak. Ya'ni bir odam yo'qkan, mana qilaychi deb bir ishni qilmasligimiz kerak. Yani her vakit Allah her yerde var. Bizim körüp durdu. Allah bizim kömeydiğen bir makan yok. Allah bizim kömeydiğen bir vakit yok. Çünkü Allah Teala hiç qanday vakit mügdep kalmaydı. Her vakit bizim körüp durdu, her vakit bilip durdu. Ma işki mürümüzde işki periştimiz var. Ular bizim işlerimiz her vakit hatırlap durdu. Şunun için kandalı bir iş kılaylı Allah beni körüp durdu iken. Allah benim işlerini bilip durdu iken de Allah'tan korkkan halatta. Yani yaxşılık ne? İrade qilib, yaxshilikni niyat qilib, yaxshi ishlarni ko'proq qilishimiz kerak. Ya'ni Alloh meni bilib turdi ekan, degani bilgandan keyin qanday bo'lamiz ekan bolalar? Ondan keyin hayotimizda, ya'ni Allohdan yo'shirin bir ish qilmaydigan degan vaqtimizda har vaqt Allohdan hayo qilib, ishlarimizni to'g'rilab, yo'shirin eski ishlarni qilmaydigan bo'ldik ekanmiz. Bugun shuni his qiladigan bo'lsanglar, darsimizdagi nishonga yetgan bo'lamiz inshaalloh. Endi tapşırıq ma'lum keyindan darsdan keyin tushuntirib qo'yay. Endi men sizlarga bir boshdan darsni o'qitib boqay.